Assalomu alaykum. 2 rekat namozni qanday o'qiymiz? Birinchi niyat qilamiz. Allohu akbar deb qo'lni yengacha ko'taramiz. Ko'kragimizga sol qo'limizning ustini o'ng qo'limizni qo'yamiz. Undan so'ng sana duosini o'qiymiz. A'uzu minen bismillahini aytib, Fatiha surasini o'qiymiz. Qo'shib Ixlos surasini va boshqa zam suralarni o'qiymiz. Yechingizdan o'qiymiz. Buning barini o'qib bitgan so'ng Allohu akbar deb rukuga boramiz. Biroz eğilib, tizimizga qo'limizni qo'yib, Subhana robbiyal azim deb 3 yo'l aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng turamiz, turib baratib Samiallohu liman hamidah deymiz. Turganda Robbana lakal hamd deb aytamiz. Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada Subhana robbiyal a'la deb 3 yo'l qo'yamiz. Allohu akbar deb qadaga o'tiramiz. Qayradan Allohu akbar deb ikkinchi sajda qilamiz. Subhana robbiyal a'la deb 3 yo'l aytamiz. Allohu akbar deb qiyamga tuz turamiz. Ya'ni birinchi rekat bitib, ikkinchi rekatni boshlaymiz. Ko'krakka qo'lni qo'yib, Bismillahirrohmanirrohim deb Fatiha surasini qo'shib, dag'i bir zam sura o'qiymiz. O'qib bitgan so'ng Allohu akbar deb tiziga qo'lni qo'yamiz. Subhana robbiyal azim deb 3 yo'l aytamiz. Turib baratganda Samiallohu liman hamidah deymiz. Düz turganda Robbana lakal hamd deymiz. Allohu akbar degan joydan sajdaga boramiz. Sajdada Subhana robbiyal a'la deb 3 yo'l aytamiz. Allohu akbar deb qadaga o'tiramiz. Qayradagi Allohu akbar deb ikkinchi yo'li sajdaga boramiz. Bunda da Subhana robbiyal a'la deb 3 yo'l aytamiz. Allohu akbar deb qayradan qadaga o'tiramiz. Bunda tashahhud duosini salavatni o'qib, assalomu alaykum va rahmatulloh, o'ng yoqqa assalomu alaykum va rahmatulloh, so'l yoqqa salom berib, duo qilib namozni bitiramiz.